Butun dunyoga nazar solsak, Himalaya tog' tizmasi dunyodagi eng cho'ng tog' tizmasi hisoblanadi. Uning eng egiz cho'qqisi 8848 metrga yetadi. Undaqda nima uchun yer sharidagi eng egiz tog' cho'qqisi 10 metrga yetmaydi? Holbuki Quyosh sistemasidagi o'choq ilohiy yulduzi 22 metr egizlikdagi tog' cho'qqisiga ega bo'lgan. Zodi qandoq kuch yer sharini 10 metr egizlikdagi tog' cho'qqisidan cheklab qo'ygan? Barliq tog' jinslari orasidagi sayyoralar ichida tog' cho'qqisining egizligi u turishlik joydagi sayyoralarning tortish kuchi tarafidan cheklamaga uchraydi. Bir planetning tortish kuchi qancha cho'ng bo'lsa, jismni shuncha tövanga tortib turdi. Bu chog'da jism texnik cho'ng tortish kuchiga bardoshlik berishga to'g'ri keldi. Yer sharini misol olsak, u Quyosh sistemasidagi sifatli tog' jismlarining o'rta jismi va massasi eng cho'ng osmon jismi. U g'oyat zo'r tortish kuchiga ega bo'lg'achqa, yer sharidagi egiz cho'qqilar cho'qim texnik cho'ng tortish kuchining cheklamasiga bardoshlik berish kerak. Bundaq g'oyat zo'r tortish kuchi tog' cho'qqisining egizligini cheklab turdi. Shunga yer sharida 10 metrdan oshadigan cho'qqining paydo bo'lishi intayin tez. Mars, Veneraga o'xshash sayyoralar ichida ularning massasi va hajmi yer sharining tortish kuchidan ko'p kichik bo'ldi. Tortish kuchi nisbati qancha kichik bo'lsa, tog' cho'qqisining shakllanish nisbati shuncha cho'ng bo'ldi. Ammo kichik sayyoralarning ustidagi massasi texnik kichik, tortish kuchi mu kichik bo'lg'achqa, qattiq jismning tortish kuchi gidrostatik kuch tampon holatiga yetmaydi. Shunga kichik sayyoralarning shakllanishi texnik o'ng'il-do'ng'il bo'lib, egiz tog' cho'qqilarining shakllanish nisbati texnik cho'ng bo'ldi. Ammo ba'zi zich patak yulduzlarning eng egiz yeri unchug'lar egiz bo'lib ketmasligi mumkin. Olimlarning farziga asoslanganda 10 ming yil ilgari Jumulanma cho'qqisining egizligi 12 metr bo'lishi mumkin ekan. Bugungi kunga kelganda Jumulanma cho'qqisi faqat 8844 metr egizlikni saqlab qolgan. Eng yangi o'lchashga asoslanganda Jumulanma cho'qqisining egizligi yiliga 3 cm dan egizlab o'tibdi. Ham 4 cm dan sharq-shimolga qarab surilmoqda ekan. Balkim kelgusida Jumulanma cho'qqisi qaytadan yuqori pallaga chiqishi mumkin deb qaralgan.